Do'stlar, yaxshimi? Biz bugun odatdagi kundan yeyishlik ham yumshoq bo'lgan bo'lib tayyorlab boqaylik. Oldi bilan pakiz javorimizga 3 dona tuxum to'kib olgandan keyin buning ustiga yarim sirkay shakarni, andin bir qo'shib xamir turishni silib, bularni tekshib, shu qo'limizda chasak bo'ldi yoki dadangizda chasak bo'ldi, tekshib aralashtirib olamiz. Andin buning ustiga yarim sirkaydan jiqroq sutimizni quyib, 2 sirkay unni, shularni tekshib aralashtirib, shunda xamir holatiga ekilib olamiz. Qo'limizga bek chaplashib ketadi xamir, shuningga 3 qoshiq atrofida suv meni quyib, shunda tekshib xamirga mijib olamiz. Andin xamirimizni yarim soat atrofida shundaq chaylab turib bekrak ishlaymiz. Andin tatib baqsaq, mana shu holatlarga kelgan vaqtda xamirimiz yaxshi bo'lgan bo'ldi. Andin buni boshama bilan o'rab 1 soat atrofida tindiramiz. Andin tinib tayyor bo'lgan xamirimizni mushta akiltib turib, bek ching qo'limizda mijib etmaymiz. Mushtaq muvofiq miqdorda zuvli qilib, buni tekshi holatda lisimizga tizib olamiz. Cho'ng kichikligini o'zinglar tangsanglar bo'ladi. Andin buni lisning ustiga tekshi tizib olgandan keyin ustidan boshimani yepib turib, yana yarim soat tindirib olamiz. Bu araliqda biz tuxumning seriqi bilan sutni aralashtirib, tinib tayyor bo'lgan shu xamirning ustiga sukib tayyor qilib olamiz. Andin ustiga oqsimani silib, oldin qizdirib olgan kavshanimizga silib, 170 gradusda 20 minut atrofida pishirsak, noyitim o'xshagan, yumshoq ham yeyishlik bo'lgan bo'lib tayyor bo'ldi. Yoqtirgan do'stlar, yurak berib saqlik bilan